Toshkent shahar huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlari ishtirokida Olmazor tumani Qichqiriq mahallasida sodir etilgan jinoyatlarning muhokamasi bo'lib o'tdi. Tahlillarga ko'ra, ushbu mahallada 2025-yilning 12 oyi davomida 8 ta jinoyat qayd etilgan, shundan 4 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil etgan. Bugun mahallalarda har bir oilaning ichiga kirib, ularni o'ylantirayotgan muammolardan xabardor bo'lish, turmush darajasini yaxshilash maqsadida mahalla yettiliklariga katta vazifalar yuklatilgan. Bitta savol o'rtaga qo'yamiz. Mana shu jinoyatni oldini olish mumkinmi dedi. Bu holat bu insonga xos holat emas. Mana ochib beribsizlar. Kim marhamat yashab, lekin mahallani tartib qoidasini kim olib ketadi? Qo'shnimizda janjali bo'lib qolsa, er-xotin urushyapti menga nima. Ozgina andishaligimiz bu yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Lekin ko'rib ko'rmasligiga olish bu yaxshi emas. Shu uchun mana o'tirgan yoshlarga ham aytib o'tmoqchimanki, xulosa qilinglar. Jazo muqarrar. 100% har bitta xonadonga kirasizlar. Kim yashayapti? Familiya, qayerdan kelgan, nima ish bilan shug'ullanadi, spirtli ichimlik ichadi, ichmaydi, nizosi bor, yo'q. Kerak bo'lsa ayollarni familiya ismlarini, telefonlarini olingda, ayollarni shu kelinlarni uyiga telefon qilib, onasi bilan gaplashing. Voy, qizing qanaqa yashayapti? Nima qiyinchiligi bor? Yeridan qo'rqib etmas, qaynonasidan qo'rqib etmas, lekin onasi bilan gaplashish kerak bo'lsa. Bu zalda probasiya hisobida turuvchi muqarrar sudlangan oilaviy nizosi bor va biz mana prokurorlikdan eng og'ir jinoyat qilganlarni yig'dik. Bular jinoyat sodir etib chiqqanlar bilan gaplashdik. Ishtirokchimiz o'rnidan turib aytdi. 25 yil o'rin qamoqda o'tirdi. Ota-onam orqamdan ichki ishlar prokuratura qamoqxonada sarson bo'ldi dedi. Iltimos qilaman. O'zi chiqib ketdi. 14 yoshimdan sudlanishni, 17 yoshimdan qamalishni boshladim-da. 37 yoshimga qadar faqat shu ichki ishlar xodimlarida qaramog'ida, shularning tarbiyasida umrim o'tdi. Bugun mana 5 yil 6 oy bo'ldi ozodlikka chiqqanimga. Muqaddam sudlandim degan tamg'ani olishga oldik. Lekin to'g'ri yo'lga harakat qilishga hech qachon kech emas. Yetmasimdan voyaga qildim jinoyat. 14 yoshdan kishamni taqdim nihoyat. 5 tala sheriklarim uylariga ketishdi. Meni esa maktabdan go'r adliyaga yetishdi. Onajonim otamga zor intizor yig'ladi. Qutqarmasangiz bolamni o'lib qolaman dedi. Otaginam ketimdan tergovga sud yugurdi. Bo'ynin egib kimlarga shartli hukm qildi. Qo'lga tushib qolganimda ota-onam esladim. Qutulib chiqqanimda darhol ko'cha qishladim. Mangu emas ishrat ham ko'za ham sindi bir kun. Koloniyaga ketdim o'g'rilik qilganim uchun. Muhokama markazida shu mahallada sodir etilgan o'ta og'ir jinoyat bo'ldi. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda mahalla yettiligi va ijtimoiy profilaktikaga mas'ul bo'lgan mutasaddilarga mahalladagi yoshlar, xotin-qizlar, muqaddam sudlanganlar va ishsizlar jinoyatchiligini oldini olish maqsadida ularning bandligini ta'minlash, ular bilan individual profilaktik tadbirlar o'tkazish, shu jumladan ijtimoiy-iqtisodiy muammolar o'rganilib, hal etilishi yuzasidan ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Biz mahallamizda bo'lib o'tgan og'ir jinoyat misolida ko'p xatolarimiz borligini anglab yetdik. Mahallamiz yettiligi bilan birgalikda bundan keyin to'g'ri xulosa chiqargan holda mahalladagi har bitta xonadonni ichigacha kirib borib, u yerdagi muammolarni oxirigacha o'rganib, bartaraf qilishga harakat qilamiz. Mahallada bunaqa holatlar yuz bermasligiga biz va'da beramiz. Tanqidiy o'tkazilgan uchrashuv davomida shahar prokurori tomonidan, shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbari tomonidan mahalla yettiligiga, tuman mahalla faollariga, mahalla raislariga tegishli topshiriq ko'rsatma berildi. Yurtdoshlarimizdan har qanday bo'layotgan holatlarni o'z vaqtida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining demak 100 raqamiga murojaat qilishlarini va oldini olish yuzasidan qo'ni-qo'shni orasida qandaydir janjal yoki nizoli vaziyat eshitgan taqdirda zudlik bilan mahalla raisiga, hududiy profilaktika inspektorlariga demak murojaat qilishlarini so'rab qolamiz.